Здравствуйте, мы рады вас видеть. Спасибо за приглашение. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Честно, я у вас тут первый раз, и я не пожалела, что сюда пришла. Спасибо за приглашение. Я своими глазами увидела проект, и реально стоит этого. Есть ли у вас материал для контента отсюда? Да, мы будем здесь много делать контента. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, мы рады вас видеть на нашем мероприятии. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали квартиры именно в нашей строительной компании? Ну, я увидела это в интернете, через Инстаграм. В первую очередь, мне, конечно, качество. Что стройматериалы импортные, зарубежные. Ну и сам план дома. Мне понравилось и место, локация очень хорошая. Все. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tadbirdan taassurotingiz qanday bo'ldi? Tadbir zo'r, Xudoga shukr, shunday tadbirga chaqirildik va odamlar haqiqatan ko'rishyapti. Uyning sifati va odamlarning qiziqishini ko'rib turib xursand bo'lasiz. Kelganimizda bu uy qurilayotganini va'daga muvofiq haqiqatan premium klassdagi hammasi qilsa arziydigan darajadagi uy bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Мы вас поздравляем, вы у нас выиграли подарок. Eng yoqadigan taassurotingiz qanaqa bo'ldi? Taassurotlar bizani shahrimizda menimcha birinchi marta bunaqa tadbirlar bo'lishi. Xudo xolasa shunaqa tadbirlar ko'proq bo'lsa, menimcha hamshaharlarimizga ham ko'proq ma'lumot bo'ladi. Undan tashqari o'zimiz uchun ham nimadir yangiliklarni ko'ramiz. Bu hali ko'rganimiz yo'q qurilishda birinchi jarayonini shunaqa bo'lishi haqida ma'lumotlarimiz kam bo'lgan. Xudo xolasa yangi ma'lumotlarga ega bo'ldik o'zimiz uchun. Yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tadbirimizni 1 dan 10 gacha baholang. Bemalol 10 baho qo'ya olaman. Chunki tadbirda hamma narsa rejalashtirilgan. Har bitta mehmon uchun, mijoz uchun yaxshi taklif bo'yicha tashkilotchilar ishlash kerak. Rahmat. Xudo ochiq eshiklar kuniga bugun kela olmagan, tashrif buyura olmaganlarga biz shuni maslahat bergan bo'ladi. Ya'ni aynan siz o'zingiz istagan vaqtda, sizga qulay bo'lgan vaqtda Sharq Developmentga tashrif buyurib, jonli ma'lumotlarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi.